Ishoninglar, menga shunaqa ayollar yozyaptiki, o'quvchilarim. Ular menga Farida pul kerak, pul deb yozmayapti, ishoninglar. Ular menga Farida zerikib ketganman, bolalar bilan zerikdim. U joyim kasal, mani bu joyim kasal. Aynan zerikishdan men kasal bo'lganman. Meni hayotimga bir qiziq narsa kerak. Qizlarjonlar, men hozir o'zimdan judayam faxrlanyapman. Nimaga? Men Instagramda shuncha 68 mingta obunachi chiqqanim uchun faxrlanmayapman o'zimdan. YouTube'da 65 mingta obunachi chiqqanim uchun umuman faxrlanmayman. Bu narsalar men uchun ahamiyatsiz. Men hozir tushundim, men uchun nima ahamiyatli. Men uchun rostdan ham ayollarga foydam tegayotgani, ularni shunaqa duo qilayotgani, ularning hayoti o'zgargani, bir ayolni hayotiga rang kirayotgani mana shunaqangi o'zimga bo'lgan ishonchimni ham oshiryapti. Faxrlanyapman o'zimdan. Shunchalik ayollarga foydali bo'lgani uchun mani kursim. Bu joyda faqatgina kurs deganda bu faqat bilim olib, faqat hunar o'rganish emas. Ularni hayoti o'zgaryapti. Boshlang'ich ish qurollarini bepulga sovg'a qilib jo'natamiz. Buning uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali bog'lanib kursga yozilishingiz mumkin.